17-18 so'g'layapti. Uyda beradi pul. Bir so'm beradi. Shuni qaraga qilamiz. Bori 4 million o'tib beradi. Qirg'iziston sigiri ustiga bo'g'ozmasa Sizga gumoni bor. To'xta Sardor. kuchli ekanligi. Asa yerga yaqin. Oygan odam payga topsin. Bering. Dehqon so'rayapti ekan, bering. Foydalangan so'rayapti. Yarim qildi. 300 ming so'm ochcha beryapsiz hozirsiz. Ashulani savdosidan. Ha, 35 tushadilar, shuni gapiryapman. Bolam, endi manaqada. Nima deb turing? Bozor o'tdi. Eshitdingiz? Ko'rdingmi? Eshitding? O'yinlar qilyapti. Senga qarab, Savdo bo'lyapti. Aka, savdo olamizda. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Valishin Uz kanalining obunachilari. Biz bugun Andijon viloyatida Xo'jobod tumanida sizlarga sigir narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Shular savdosi bo'lyapti ham bugun hafta kuni 25-iyul haftani shanbasi. Har shanba bu yerda mol bozor bo'ladi. Mashina savdosi bo'lyapti. Qancha? Mashina ham. Aka 15 savdo bo'lyapti. 12 million 800 ming savdosi bo'lyapti. Akalar, sigir narx-navo qanaqa deganlarga mana sigirlar. Ona 2 milyon 900. Qisara bu. Ona 2 milyon 900. Suti bor qisir. Suti bor qisir akalar. Ona 2 milyon 900. Şu ola sigiri savdosi bo'lyapti. Suti oqib yotibdi akalar, mana suti oqib yotibdi. Yumshoqligidan. Rossiyskiy. Qayda bu arkadan kirgan? Mana bu arkadan kirgan. Samobi ham. Ashetdim olayka, do'stim. Siz yo'l bilan ko'masiz, su aka. 36 million. Qancha bermabdi? Aka, mol. Qancha bermabdi? 6 berdi. Beraman deyapman. 3 oylik bo'g'oz. Bodir 10 ta suti. 17-18 so'g'layapti. Uyda beradi pul. Bir so'm bermayapti. Shuni qaraga qilamiz. Bir so'm beradi. Qaraga bo'lsa, olasizmi? Bir so'm bermayapti. Bori 4 million o'tib beradi. Bori. 2ga berib o'tib, bori 4 million. Hayır, o'tib beradimi? Yo'q. Bitkizib yuboraman. Bermaganimiz. Aka, bo'g'oz chiqadigan aka. Foyda qilasiz aka. Molimiz mo'llandi. Ha, ursamiz mana. 17-18 hozir ham so'qilyapti. Birovni ko'rib. Ko'ring. Qanaqa ikki qo'ygan ekan. Kurayni, kurayga. To'y kuray ekan, yosh ekan. To'y kuray, qanaqa Bitta tuqqan bor. Bitta tuqqan to'y kuray deyilyapti akalar. Savdo bo'lyapti. Aka, o'zi mol ashnonaqa molda. Sigirlar haqiqatan kuchli, katta bo'ylari 1,5 metr atrofida.
$37 milyon. $37 milyon savdo bo'lgan. İşanali garantiyali mol ekan. Yo'q ekan. Televizorda sotadigan bolasi. Taniyman. Alisher Rus. Bermaganidan buning uchun. Hali bermaydi ekan akalar. 40 millionga bermagan ekan. Bermaganing ustiga yursa beraman dedi. Bermaganim ustiga yursa beraman dedi. 16 o'yin tutib bordi. Savdo bo'lyapti. Qancha savdo bo'lyapti aka? Qancha? 16 million. Simental. 16 million bermayapti. Bu vosmi? 3 oylik deyapti, gumon ekanda. 46 millionga berilyapti. Bo'ylari 1.40 plus. 3 oylik ekan. Men o'zim turibman. O'g'li juda yaxshi taniyman. Nech kurak? Ikkinchisi. 6 kurak. O'da suti bordir 10 ta. 20 ta. Yelni yumshoq ekan akalar. Yeldan suti oqyapti. 20 suti bor ekan. Qancha bo'ldi ekan bu? 24 bilan 200. Qirg'iziston sigiri suti 10 ta. bo'g'ozmasa 2 gumoni bor. To'xta Sardor. ay kuchli ekan lekin. Aslida yilga yaqin. To'xtaydi. Olgan odam baga topsin. 2 million o'tib beradi. 38 million so'mga chiqdi akalar mash. Qo'shib olyapti. 3 oylik bo'g'oz deyapti. Hali beni bermaydi. Olga beradi, deyman. Ya muqa beryapti, bo'ldi berayman. Qo'ydi go'ynamay turib deyman. Ana Yerga olib ketdinglar. Adam beradi, qancha beradi? Bo'ldi berayman, rozimisiz bo'ldi. O'zi olib ketadi bu yerga, o'zi olib ketadi, bering. Beray. Biz qo'shmadik bola. Biz qo'shmadik. Bo'ldi, indamay qolma, gapirdi. Bo'ldi berayman. Dehqon so'rayapti ekan bering. Rozimisiz bor ekan. 26 milyon 400 ming so'm, 100 ming tashlab beradi. 100 ming tashlab beradi berayman. Bor. Suti nechta ekan? Bo'g'oz emasmi? Necha oylik? 6 oylik. Necha kurak? 2 tuqqan ekan akalar. Mana. 26 million 400 oldi, yotib ko'rdingmi? Yaxshi bo'pti. 26 million 400 ketyapti mana. Bo'g'oz 6 oylik. Qancha bo'ldi? Sotmadim. Qancha so'radi akamiz? Bu ham sherik ekan. 52 qilyapti akalar. 52 million savdo bo'lyapti ona bolaga. Bermayapti. Bo'ldi. 52 million savdo bolasi buqa. Sotmadinglarmi? Bola buqa. Afitasizlarmi? Telefon nomeri berasizmi qiziqqaniga? Bola buqa. Hozir eng baland qancha kirdi hozir eng balati? 52 million. Bolasi buqa. Suti bordimi 20 ta? 20 ta suti bor. Kuragi 6 tami? 4 ta. Yosh ekanda. 52 million savdo bo'lyapti. Bolasi buqaga. Bermayapti. Kelar bermayapti.
Baraka ko'p ketdi. Otuz beş emas, o vaqtga berasiz. Elli ikki ming baraka bo'ldi akalar, ona bola. Buni o'zi qoldi. Bolasi bu qadar ko'p ketdi. Rozimisiz, xursandmisiz, sotdingizmi? Onakam qarang, ovoz suv bersin deb bering. O'rinsiz kerakmi? bola, xunajin tursa bunaqa parodasi bor. Nima qilasan? Rozimisiz? Ana ovoz. Xursandmisiz, foydalanaysizmi? Foydalaning 5 million ekan. Ekan yopgan Qirq olti million soda bo'ladi. Qancha soda bo'ladi akam? 34 million berasiz. Nechchalik bo'lasiz? Shuragiga bir olti bormi? 34 million savdo bo'lyapti ekan. 8 kurak. Ammo eti baland. Polvon. Polvon sigir. 100 ming so'm beraman. Mana 200 ming so'm beraman. Mana xursandmisiz? Foydalanaylik. Sotaman mana. O'lmayapti, deyapti. 34 million 200 ga foydalangan so'rayapti, demayapti. Qancha bo'ldi shibet? 23. Bo'g'oz emasmi? 23 million so'm. Qisir. Bo'lmagan. Oldi sotaverdingizmi? Sotdi. Xursandmisiz? 5 million kamini so'rayapsiz ya. Qani? Babo. Qarab turing. 200 ming araba kiradi, sotib berasiz, yarimga tushadi. Xursandmisiz? Nishon yo'l tashlab berasan, savdani tuzatib. Ashlar savdo qilganda 300 ming ortiqcha beradi. Berasanmi buni? 34,5 qildi. 300 ming so'm ortiqcha beryapsiz hozir siz. Ashlarning savdosidan. Ha, 35 tushadilar, shuni gapiryapman. Bolam, endi manaqada. Nima deb turing? Bozor o'tdi. Eshitdingiz? Ko'rdingmi? Eshitding? O'yina qilyapti. Senga qarab, Savdo bo'lyapti. Aka savdo solamizda. O'stir million. Boy baraka. Yo'q bolam, men gapirib qo'ydim. Men dallol emasman o'g'lim, sen bilan. O'stir million qancha? Baraka ko'p ketdi. Qanchaga berdingiz? 700 ga. 300 kam 35 ga. 300 ming so'm kam 35 million so'mga baraka. Gap yo'q. Akalar mana.